Bugun sizlarga jahon tarixidan savol, javoblar to'plami 6000 savolga 6000 javob nomli foydali qo'llanmani tavsiya etamiz. Ushbu kitob oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlariga tayyorlanayotgan abituriyentlar, o'quvchi, yoshlar va tarix faniga qiziquvchilar uchun mo'ljallangan. Qo'llanmada jahon tarixi faniga oid mavzuli savol, javoblar jamlangan bo'lib, ular umumta'lim maktablari, akademik litseylar va kasb, hunar maktablari darsliklari asosida tuzilgan. Kitobning muhim jihatlaridan biri shundaki, u yangi ma'lumotlar bilan boyitilgan. Savol, javoblar shaklida berilgan materiallar tarixiy voqealar, sanalar va muhim shaxslarni tez va oson eslab qolishga yordam beradi. Mazkur qo'llanma bilimlarni mustahkamlash, mustaqil tayyorgarlik ko'rish hamda test sinovlariga puxta hozirlik ko'rishda ishonchli yordamchi bo'la oladi. Aziz kitobxonlar, agar siz jahon tarixini chuqurroq o'rganishni, bilimlaringizni sinab ko'rishni va imtihonlarga samarali tayyorlanishni istasangiz, jahon tarixidan savol, javoblar to'plami 6000 savolga 6000 javob kitobini mutolaa qilishni tavsiya etamiz. Kitob bilan tarix sirlarini kashf eting va bilimlaringizni yanada boyiting.